YouTube'dan necha pul topsa bo'ladi? Umuman YouTube'da monetizatsiyadan necha pul topish uslublari bor? Bular haqida bugun sizlarga hech kim aytmagan blogerlar sirlarini ochib boraman. Bilmayman, bu videodan keyin balkim juda ko'p kurs sotadigan blogerlar meni ham yomonlab olsa kerak do'stlar. Xudo xolasa, sizlar uchun agar siz ham YouTube kanalini yuzayotgan bo'lsangiz, YouTube'dan daromad qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, sizda nechta podpischik bo'ldi va podpischiklarni ko'paytirish sirlarini ham bu videoda aytib ketaman. Like qo'yib, kommentariyaga menda moncha podpischik bo'ldi deb kommentariy yozib qoldiringlar. Do'stlar, videomizning maqsadi bir-birimizni podдержка qilish. O'zbekni podдержка qiling. O'zbek qirg'izni podдержка qilish kerak. Qirg'iz tojikni, Qozog'istonni podдержка, ya'ni O'rta Osiyo birlashamiz. Faqat Yevropa bas. Shuning uchun sizlardan bitta. Menda moncha obunachim bor, moncha podpischkim bor deb like qo'yib, kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar, juda ko'p kurslar sotishyapti. Buning ichida men ham kursim sotyapman. O'zim kursim haqida ham videoda gapirib ketaman. Ya'ni YouTube'dan pul topish sirlari qanaqa? Amerikanskiy kontent deyapti, yevropeyskiy kontent deyapti, o'zbekskiy kontent deyapti va qaysi biridan qancha pul topsa bo'ladi. Balkim bu kursni aytyapman, bundan keyin kimdir meni yomon ko'rib qolar. Men chunki sirlarni ochib olishga kelishdim. Endi YouTube'da monetizatsiya orqali faqat reklama orqali daromad qilib bo'lmaydi. Uni bir 6 xil, 7 xil uslubi bor. Monetizatsiyani o'zini. Buni ayrimlari biz O'zbekistonda ishlaydi, 2 xil O'zbekistonda ishlaydi, qolgan 5-6 xil ishlamaydi. Buni ko'rsatib beraman. Undan keyin sizlarga kurslar haqida jicha nima deydi, meni yomon ko'rishsa ham bari shu gapni aytaman. Rozi bo'lasizlar do'stlar. Qaranglar, operator baqa keling, kompyuter ko'rsating. Qaranglar, meni o'zimning kanalimda почти hammasini ochib qo'yganman. Pul topish uslubini, ya'ni monetizatsiya, mana aynan ko'ryapsizlar, monetizatsiya bo'limi. Monetizatsiya bo'limining o'zida mana har bittasi pul topadi mana. Mana oxirida ham pul topadi. Tak. Mana kollaboratsiya degani va hammasi pul topishga moslangan do'stlar. To'g'risi, faqat ko'p odam bu narsani ishlamaydi. Bizda qaysi bir O'zbekistonda ishlaydi deydigan bo'lsalaring, bizda O'zbekistonda aynan 2 xil reklama на странице просмотра va reklama в ленте shorts ishlaydi. Bundan tashqari, agar siz Amerika kontent qilmoqchi bo'lsangiz, sponsorство, podarka, superslarni yoqsalaring bo'ladi. Kollaboratsiya bilan покупкада bizda uncha yo'q. Lekin Amerika kontent qilsalaring, yo'q kattalar uchun kontent qilsalaring, покупка zo'r beradi. Благотворительность bu ehson yo'nalishi, bizda ehson mana biz bilan yoqib qo'ygandik, 3 ta video qo'ygandik, lekin bironta pul yig'ilmabdi bizda to'g'risi. Ya'ni bu nima uchun? O'zbek musulmonlar uchun ehson bo'tdi. Yo'q bo'lsa kerak, men topolmagandim. Mana bu yerda qolasizlar. Mana kompaniyaga ulanishda mana kompaniyalar bor. Ya'ni ehson qilib, bunda daromad qaysi ma'noda daromad bormi-yo'q bilmayman, lekin qaysidir nimaga sizlar kompaniyaga pul yig'ib berishlaringga siz videolaringiz sababchi bo'ladi. Faqat bitta narsa, bu yerda musulmon nimalarni men topilmadim. O'shuning uchun men отказ qilib yubordim bu narsani. Endi qaysi biri zo'r? Aka, reklama на странице просмотр bu sahifada chiqayotgan reklamadan. Mana unisi aynan. Reklama shorts. Bitta narsa, juda ko'p odam, menga qarang, ko'p nimalar Amerika kontent qilinglar, shorts kontent qilinglar, zo'r pul topasizlar, nima qilasizlar deb video qo'yishyapti, joylashtirishyapti. Da, bo'lishi mumkin, yo'q bas. To'g'risi, qaysi ma'noda? Shorts kontentda zo'r pul qilib olish qiyin. Uning uchun siz unikalniy odam yoki mana Amerika kontent qilib, sizga video kontent qilamiz, siz mana o'yinlar, nimalar yaratasiz, pul topasiz deshadi. Bitta gap, xafa bo'lmanglar. Pul topadi, faqat 1000 tadan bittasi topyapti. 999 tasi enasini ko'rib olyapti. Prosta kursga to'lov qilyapti, effekt bermayapti kurs deydi, effekt. Mana o'zimga kelishyapti, aka kurs effekt bermayapti, Amerika kontentni o'qidim deydi. 99 tasi bo'lmayapti. Shuni ham aytib ketinglar. Shorts kontentda men o'zim qilmadimmi? Yo, men ham qildim. Men hozir prosta o'chirib tashlashdi. Menda 3 xil, 4 xil, 5 xil yo'nalishda kontent qildik. Sun'iy intellektlar bilan video qildik. Mishiqcha videosi bo'lsa, nyang mishiqcha kambag'al bo'ladi, keyin ishlab boyib ketadi. Biz u kontentni qildik. Nima bo'ldi deysizlar? Pul ishlamasdan oldin kanalimizni bloklab tashlashdi. Va ko'p shunaqa kontentlarni bloklashyapti. Shunga e'tibor qaratinglar, sun'iy intellekt bilan kontentni qilmoqchi bo'layotganlar, to'g'risi. Endi ikkinchisi, xo'p, sizning yo'nalishingiz bo'yicha qancha topyapti? Do'stlar, men taxminan 3 yil, 5 yildan beri kurs sotaman. Faqat men bir paytlar aktivniy reklama qilib sotganman. Hozirgi paytda ko'p reklama qilmayapman. Mana bugungi videom reklama asosida bo'ladi. Men biznes blogerlik kursini sotaman. Ya'ni biznes bloger degani biznes, pul qilib pul topishni o'rgatamiz. Biz nimani o'rganamiz? Kerak bo'lsa oddiy taroqni olib, buni reklama qilib, shuni daromad qilib sotishni o'rgatamiz. Cho'ntingizdan bir so'm pul tikmaysiz. Bitta telefon bilan, bitta do'kon savdosi bilan kelishasiz
va shu kelishgan asosida uni olib turib. Misol tariqasida biznes jihoz degan YouTube kanalimiz bor. Buni bitta shogirdimga ochib berganman, men shunisidan foydalan deganman. 300 ming 500 ta obunachi yiqqanmiz to'g'risi. Kiringlar, ko'rib ko'ringlar. Ya'ni u do'konda reklama qilib beramiz, bizga kassa narxini chiqarib berishadi, shu kassa narxini tepasiga pul qo'yib sotiladi. Biz sotuvchi vakil sifatida bo'lamiz to'g'risi. Bir so'm pul sarf qilishardi, bitta telefonni o'zi bilan pul topishadi. Mana YouTube kanalimda telefonni berib tur, ya'ni YouTube kanalimda любой oddiy telefon beraver. Ya'ni mana YouTube kanalimda bu iPhone bo'ladimi, Samsung bo'ladimi, любой bitta oddiy telefonda kursda biznes qilishni o'rgataman men, to'g'risi. Shu biznes qilish o'rgatdim, alhamdulillah juda ko'p shogirdlarim hozirgi paytda endi 2000 ta 3000 ta desam jani bo'lmaydi, 500 tadan 1000 tagacha oyiga eng pachag'i ham $3000 pul topadi. Buni bilasizlar, juda ko'p reklama qilganman. Hattoki Telegram kanalim bor. Shogirdlarimni maqtanib turaman. Buni pastda opsiyaga yozib qo'yaman, kirib ko'ringlar. Haqiqatan ham shogirdlar pul topganmi yo'qmi? Любой shogird bilan telefonlashinglar. Bizni reklamachi blogerlar ochiq bloger biz. Bizni любойimizga telefon qilsanglar. Oybek Qosimovga ham telefon qilsanglar, sahifaga qilsanglar, reklama uchun katta ro'mol yozib qo'ygan. Telefon qilsanglar, пожалуйста, men o'zim javob bermasam, yonimda yordamchim javob beradi. Billa biz Oybekka o'zingiz so'rashni bo'lsa, menga berishadi to'g'risi. Ya'ni любой shogirdim ochiq. Telefon qilib shu Oybek Qosimov kursda o'qigan ekansan, biznes blogerlikda effekt bormi yo'qmi deb so'raysiz, effekt bor. Va menda bitta garantiyam bor. Agar meni kursimni o'qib turib, 100% uy vazifalarni bajarib, umuman natijaga erishmasa, bergan nech pul bergan bo'lsa, o'sha pulini tiyin-tiyingacha qaytarib beraman. Rizq Allohdan. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi, like qo'yib, kommentariy yozib qoldiringlar. Agar siz ham bu degani rizq Allohdan, men sizni pulingizni olaman, olmayman, meni rizqimni hech qachon kamaytira olmaysiz. Menda siz oladigan rizqim bo'lsa, shogirdlarim bor, to'g'risini aytib, o'zi men bilan teng bo'lgan bola 150 ming 60 ming ta obunachisi bor, to'g'risi. Ora-orada paydo bo'lib turadi. U bola kursimga ham pul to'lagan. Undan tashqari yana olib kelib ustoz haqini berib ketadi. Ustoz duo qilib qo'ying deb shart belsam, ustoz duo qilib qo'ying, shu siz oldingizga kelib ketsa, nimagadir kanallarimdacha daromadim sira ko'tarilayotganini sezaman deydi. Bekorga aytishmagan ekanda, ustozni etigini ushlab yursang ko'tarilasan deb. Mana keladi to'g'risi. Bir aynalik ketib 1 million bo'lishimizga tez sovg'a qilib, ataylab shu narsani qilib ketdi to'g'risi. Shuning uchun ham men o'zimni bemalol garantiya deb ayta olaman, meni kursimda effekt bermasa, uy vazifani bajarsangiz, aka ustoz, mana отчет topshirasiz. Mana ustoz siz aytganingiz moncha video qildim, moncha obloshka qildim, monolarni qildim, daromad qilmadim, siz pulingizni shunday qaytarib beriladi. Alhamdulillah. Keyin bizda bitta narsa bor, hamon eng kamida 1 oyda 1 marta, gohi paytda 2 marta, bir ko'pincha seshanba kuni qilamiz. Shogirdlarim bilan Zoom razbor qilamiz. Onlayn ko'rishib, gaplashib, kimi qanday savoli bor, kimi tushunmagan joyi bor, kim nima bo'layapti, kerak bo'lsa gohlarga orada tepgan berib turaman. "Ey, sen bor mana ishni qil. Sen mana ishni qilmayapsan. Nimaga bu ishni qilmayapsan?" deb vazifa berib turaman. Alhamdulillah vazifa topshirayotganlar hozirgi paytda hamma shogirdlarim trekerlarda yurishibdi, kamrilarda yurishibdi, kerak bo'lsa lilarda yurgan shogirdlarim ham bor. Uni ko'pchiligini taniysizlar to'g'risi hamma shogirdlarimni. Xo'p, agar siz ham kursimizga o'qimoqchi bo'lsalaringiz, kursimiz doimiy bizda qabul davom ettirilgan, hozir ham qabul boshlangan. Kursimizning narxi 2 million so'm. Juda ko'p odam Oybekga 2 million so'm bizga qimmatli qilyapti. Eng qiziq tomoni bor, gohi shogirdlarim 2 million so'm pul topolmagan, chegirma qilib berganman. Chegirma asosida pulni sotib olib, chegirma asosida kursni sotib olgandan keyin, uje oyiga 3000 4000 dollar daromadga chiqqandan keyin bir orada bir 50 dollar ko'tarib keladi, bir 200 dollar ko'tarib keladi. "Ve bergansan bo'ladi", desam, "Yo'q ustoz" dedi. "Bu sizning haqqingizda, duo qilib qo'ying" dedi. Kelib duo qilib, "Mana ustoz meni qilyapman. Biramta vazifa bering, yana nima qilay" dedi. Yana vazifani beraman, ketdi shu bilan. Dunyodagi eng zo'r aktivlaringiz bu shogirdlaringiz ekan. Maza qilarkansiz. Xuddi endi o'zing ham shu ishni qilasan. Mana xuddi shu ishda. Men ustozimga qilgan ishni mana shogirdlarimga ham qilishadi. Mana orada qo'limga chipul tegib qolsa, ustozimga xabar olgani borib, "Ustoz, duo qilib qo'ying" deyman. Bu nimaga? Chunki ustozga yaqin yursang, tepaga qarab ketaverasan. Pul borligida ustozni yonida yurish kerak. Ustoz keyingi cho'qqini ko'rsatish uchun. Juda ko'p odam pul borligida ustozlarni esdan chiqarib yuboradi. Internetda bir video tarqalib ketgan. Mana shu videoda bir qismini qo'yib ketsak, mana shu yerga. Birinchi ustozimni xabar olgandim. Bu rus kanalimda qo'ygan, Instagramda, YouTube'da 5 millionta prosmotr bo'ladi. Ustozimga haligi kartasini qo'yib pul yig'ganimlik uchun juda qattiq operatsiyaga majbur bo'lib qoldi. Nima bo'lmadi? Endi 70, почти 80 ga kirgan ayol edi, to'g'risi. Birinchi ustozim.
Men ham xuddi shu ishni qilgan, shogirdlarim qilgan ishni qilyapman to'g'risi. Qiluvdim, ulgurmay qoldik, barini yosh kattaligi uchun ilojasi bo'lmadi. Olamdan o'tdilar, Alloh rozi bo'lsin, Ilohim rahmatga olgan bo'lsin ustozimizni. Ya'ni men qilgan ishni meni bolalarim menga qilyapti. Siz ham bizni jamoamizga, bizni kursimizga, bizga shogirdlikka tushmoqchi bo'lsangiz, YouTube orqali biznes blogerlik qilib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandan raqamimiz qolgan, Umidaxon degan qizimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, cho'tka qilib narx qilib beradi. Mayli, mana shu videoda shu joygacha ko'rdingiz, o'zi narxi 2 million so'm kursimi. Agar Oybek aka shogirdlik bo'lmoqchiman desangiz, men sizga 50% chegirma qilib beraman, to'g'risi. 50% chegirma qilib beraman. Yo'q, aka 50% ga meni pulim yo'q, qiynalyapman deydigan bo'lsalaring, bo'ldi, muammosi yo'q. Bizning qadriyatimiz ko'proq insonni yotishtirish. Umidaxonga uchrang, Umidaxon bilan gaplashing. Mayli qaysidir miqdorni hozir to'laysiz, qolgan miqdorini mana kelib turib eshikni oldidan taqillatib, ustoz, duo qilib qo'ying kelsangiz, demak, bu bola orttirib ustozining duosini olgani olib kelganmi? Demak, vallohu alam bu degani 3000-5000 dollar pul topyapti degani. O'shuning uchun rizq Allohdan, sizdan bas. Kursimizga taklif qilaman, nasib aylagan bo'lsa kursimizga qo'shinglar. Videomiz, men boshqa kurslarni sotib olmayman demoqchi emasman. Juda ko'p odam noto'g'ri tushunib olmanglar. Amerika kontent sotib olish kerak. Amerika kontentda mana shu yerda meni kursimda o'qimagan, endi shogirdlik qiladi deb aytolmayman. Lekin ustoz deb kiradi. Men ko'p odam menga kelib ustoz deydi. Menga shogirdlik qilgan, ustozni haqqini bergan insonni shogird deb hisoblayman. Ya'ni kelib yo xizmatimi qilsin aytdi. Meni xizmatimni qilsin. Yo mayli o'sha kursimga qo'shilib, meni to'lovini qilib, meni xizmatimni bersin. O'shuni men shogirdim deb aytaman, realni. Xuddi lekin menga ustoz haqqini bermay turib, ustoz degan insonni biz haligi nima deydi? Bizda ustozimiz aytadi, shogird bor, muxlis bor. Muxlis shogird deymiz ularda. Ya'ni muxlis shogird. Biz muxlis shogirdlarimizdan bor. Amerika kontent qilib 1 oyda 180 ming dollargacha yechgan. Ha, bor narsa topsa bo'ladimi? Lekin u bola ham aytadiki, ustoz dedi, vaqti kelganda 180 ming dollargacha yech deydi. Vaqti keldi deydi, 1,5 ming dollar pul oldik xolos deyapti Amerika kontentdan. Chunki o'ta Amerika kontent bo'lganligi uchun, o'zingiz ekranga chiqmaganligi uchun ko'p kanallar bekilib ketish ehtimoliga shunisiga qo'rquvimiz bor dedi. O'shuning uchun haligi postoyansiz, bizda reklama blogerlik sohasida bizda postoyansa bor. Oyiga ana 3000 dollarmi, aynan 3000 dollar pul topasan to'g'risi. Chunki reklama tiqilib yotibdi. Mana o'tgan yil ham ulgurmagan, bu yil ham mana blogerlar yetmayapti. Biznes tadbirkorlar ko'p, reklama beruvchi tadbirkorlar ko'p, reklama qiladigan blogerlar yo'q, yetmayapti. Menga bir ikkitasi yalinishyapti. Oybek aka, shogirdingiz ko'p, bloger topib bering. Biz mahsulot ishlab chiqarib qo'yganmiz, savdolar yurmayapti, chunki har doim biz savdomiz bloger orqali bo'lgan. Ular o'rganib olishgan oddiy ko'chada, magazinda kuniga 5 ta sotsa, bloger orqali 50 ta sotadi. Biz katta blogerga sahifaga o'rganib qolganmiz, pulimiz yo'q, bloger topib bering, jar qilishyapti. Siz ham biznes blogerga pul topmoqchi bo'lsangiz, kursimizga taklif qilamiz. Sog' bo'linglar.